Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 15, 16 va 17 aprel kunlari kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videorolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. 15 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 16 va 17 aprel kunlari ba'zi joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15 aprel kuni 20-25 daraja, 16 va 17 aprel kunlari 18-23 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 15 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 16 va 17 aprel kunlari ba'zi joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 15 va 16 aprel kuni kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja, 17 aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 15 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 16 va 17 aprel kunlari ba'zi joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 15 aprel kuni kechasi 12-17 daraja, kunduzi 24-29 daraja, 16 va 17 aprel kunlari kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 15 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 16 va 17 aprel kunlari ba'zi joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 15 va 16 aprel kunlari kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja, 17 aprel kuni kechasi 12-17 daraja, kunduzi 27-32 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 15 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 16 va 17 aprel kunlari ba'zi joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 15 va 16 aprel kunlari kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja, 17 aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida esa havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. 17 aprel kuni ayrim joylarda kuchli bo'lishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15 aprel kuni 13-18 daraja, 16 va 17 aprel kunlari 10-15 daraja bo'ladi, deyiladi O'zgidromet veb saytida. Hurmatli tomoshabin, kanalimiz rivojlanishi uchun ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.